Qahramon, ukam nimaga kayfiyating yo'q? Akajon, oylik tushishi bilan kartadan kreditim yechib ketyapti. Ro'zg'orga ham yetkiza olmayapman. Shunaqami? Bu muammoning yechimi bor. Azizlar, sizda ham xuddi shunaqa muammolar kuzatilyaptimi? Oylikdan oylikgacha kreditga yetganda o'zingizga yetmay qolyaptimi? Endi bu narsalar muammo emas. Hozir siz aynan ishlab turgan joyingizda ham qo'shimcha onlayn daromad topish imkoniyatingiz bor. Men sizlarni Germaniyani PM International kompaniyasiga ishga taklif qilaman. Bu kompaniyada siz $1000 dan $10,000 gacha daromad topishingiz mumkin. Bu qolaversa, bu yerda avtobonuslar bor, pensionli fondlar bor va bir nechta sayohat dasturlari ham bor. Agar siz ham qo'shimcha daromad qilishni xohlasangiz, sizda ham mana shunaqa muammo kuzatilayotgan bo'lsa, direktga yozing. Qiziqaman deb yozsangiz, men sizga ishni A-dan Y-gacha polностью o'rgataman. Bu yerda hech qanaqa diplom, malaka kerak emas. O'zimiz noldan boshlab o'rgatamiz va olib boramiz.